Shu turish 100 ming ekan. Donabay olsangiz 30 mingdan. Eshityapsizmi? Hoji aka, oldin gaplashganimiz 35 ming dedingiz. Nima narxlar tushirib yubordingiz? Narxlar tushirganimiz sababi bu xalqimizga siz manfaatli bo'lsin deb, bu narsani eng zo'r narsa o'zi arzonga bitadi. Shuning uchun ham kamroq foyda qilaylik. Ko'pchilik kelib manfaatli bo'lsin, yesin, haqiqiy narsani shirin, bir ta'mli, uyg'unligini bilsin deb narxlarni yana ham tushirib oldik. Bundan tashqari choylarimizni ham narxini 20 ming, 25 mingga tushirib qo'ydik. Malinoy choylar, qimmat-qimmat choylarimiz bor. Misol bemalol kelib, mana joylarimiz, bemalol kelib o'tirishlaring mumkin. Kech payt qayerda o'tirishni bilmayotgan do'stlar, Farg'ona shahar markazi Lag'mandaga kelinglar. Sanspiraysidan yeylar. Shu turish 100 ming ekan. 4 ta o'rtaq kelib, shuni yeysiz, choylari bilan ja bo'lsa 140 ming bo'ladi. 30 mingdan tushadi xolos. Maza qilib o'tirasizlar. Boshqa kafelarga kirish kerak yo'q. Hoji aka, yana nima yangiliklar bor bu joyda? Bundan tashqari, shu mijozlarimiz uchun yangiliklar yaratdik. Snickers, biskvit, midavik, mana kartoshka, bundan tashqari har xil bir 20 xildan ortiq to'rtlar qo'shdik. Endi bemalol yangi yil bayramlariga, tug'ilgan kunlariga bizdan zakaz qilib kelsa bo'laveradi. Eng qimmat narxi 200 mingdan 240 minggacha. U ham manfaatli bo'lsin deb arzon qilib qo'ydik. Bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Haqiqiy tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan. Hech qanaqa lishniy narsa qo'shilmagan. Meni mehmonim bordi. Bugun Lag'mandaga olib keldim. Mehmon, bu sizga o'zingizga o'xshagan qulbinonligi. Oling. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta siz ham mehmoningiz bo'lsa, Lag'mandaga bemalol olib kelavering. Maza qilib o'tiradigan joy ekan. Bu videoga like bosib, qayerda o'tirishni bilmayotgan, tanish bilishlar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Hoji aka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar.